Buxoroda 2019-yildan buyon faoliyat ko'rsatib kelayotgan Koreyaning Himchan klinikasi o'tgan davr mobaynida o'zining yuqori malakali tibbiy xizmati bilan viloyat sog'liqni saqlash tizimida o'z o'rniga ega bo'la oldi. Klinikada bir yilda yuzlab bemorlarga suyak, bo'g'im, tayanch harakat, nevrologik kasalliklardan davolanishga yordam ko'rsatiladi. O'tgan yillar ichida klinikaning mutaxassislari Koreya davlatida bir necha marotaba tajriba orttirib qaytishdi. Klinikada Koreyaning eng tajribali mutaxassislari faoliyat ko'rsatib, yangi zamonaviy yuqori texnologik jarrohlik amaliyotlari bajarildi va bajarib kelinmoqda. Albatta, har bir tashkilotning rivojlanishi samarali boshqaruvga bog'liq. Himchan klinikasida ham bu jihatga alohida e'tibor qaratiladi. Shu sababli rahbar kadrlarni tanlashda ularning boshqaruvchilik qobiliyati, jamoa bilan ishlash iste'dodi, xodimlar bilan samimiy munosabatiga alohida e'tibor qaratiladi. Klinikaga yangi rahbar tayinlash avvalida ham jamoa orasida obro' e'tiborga ega bo'lgan, jamoani o'z ortidan ergashtira oladigan va ishni ko'zini biladigan xodimlar saralab olindi. Klinikaga yangi rahbar va rahbar o'rinbosari tayinlash marosimida Himchan klinikasi bosh direktori va ta'sischisi professor Lee Suchan ishtirok etib, yangi tayinlangan rahbar va uning o'rinbosariga ishonch yorliqlarini topshirdi. Bugun Buxoro Himchan shifoxonasida yangi bosh shifokor Mardonov Jamshid doktor o'z faoliyatiga kirishar ekan, shifoxonamiz yanada rivojlanib, ko'plab buxorolik xodimlar ish bilan ta'minlanadi va Buxoro uchun sidqidildan xizmat qilish imkoniyati kengayadi. Bu esa yangi yuksalish davrining boshlanishiga o'xshaydi. Lavozimga tayinlangan rahbarlar so'zga chiqib, klinikani yanada rivojlantirish va aholiga sifatli tibbiy xizmat ko'rsatish ko'lamini yanada kengaytirish borasida o'z takliflarini bildirishdi.